Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mustaqil ishlarni silka orqali qanday tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Telefon orqali. Oldin kompyuter orqali tayyorlagan edim. Ko'p talabalar aytishdiki, biz telefon bilan ishlaymiz. Shuning uchun telefon bilan ko'rsating deyishdi. Shuning uchun telefon bilan bugun ko'rsatishga harakat qilaman. Bu saytimiz o'sha silka orqali tayyorlashni nimasi. Mana student buxtu Xemis Junior gruppasiga qo'yilgan. Gruppa Telegram kirganingizdan keyin mana shu gruppani qidirsangiz chiqadi. Mana shu gruppani tepasiga qo'yilgan telegram.ph. Agar shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri kirsak agar shu saytga kiramiz va mana bu tomonda yuqorida 3 nuqta bor. 3 nuqtada Open is Chrome qilishimizga to'g'ri keladi. Chunki Google orqali ishlashimiz kerak yoki to'g'ridan-to'g'ri Google orqali ham qilsak bo'ladi. Bu oldin taxlagan o'zimniki edi. Bu mashq uchun taxlagan edim. Bu yerda esa mana yozishimiz mumkin telegram.ph va enterni o'sha dalenni bosganimizdan keyin mana bu yerda title, your name, your story va publish knopkalari chiqadi. Title qismida esa yozishimiz mumkin. Mustaqil ish. Misol uchun 2 nuqta qo'yib mavzu nomini yozishimiz mumkin. Misol uchun informatikaga kirish yoki ona tili fani bo'yicha agar bo'lsa agar yoki tarix fani bo'yicha bo'lsa agar shularga tegishlilarini yozamiz. Fan mavzusini yoki mustaqil ish mavzusini yozamiz. Yozib bo'lganimizdan keyin esa mana bu pastki qismida your name, ya'ni sizning ismingiz, ya'ni misol uchun Hasanov Sherali, bitta xato bo'ldi. Hasanov Sherali ochsangiz ham keltirsangiz bo'ladi. Misol uchun Alisher o'g'li. Keyin aniqroq yozish uchun mana guruh talabasi, ya'ni shu guruh talabasi nechidir fiz guruh talabasi yozsa agar bizlar haqimizdagi to'liqroq ma'lumot, ya'ni o'qituvchi tushunishiga aniq bo'ladi. Ya'ni xo'p, mana bu yerda your story qo'yilgan. Agar siz prezentatsiya tayyorlagan bo'lsangiz ham shu yerdan yuborishingiz mumkin yoki rasmlar orqali tayyorlagan bo'lsangiz, rasmlar orqali o'sha 20 varaq, 30 varaq agar mustaqil ish yozgan bo'lsangiz, bularni rasmga olib mana shu yerga yuklashingiz mumkin. Agar rasmga olib yuklamoqchi bo'lsangiz, mana bugun rasmga olib yuklashni ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerda fotoapparatchani belgichasi bor. Mana bu qismida agar mana kamera, rekorder, fayl chiqib turibdi. Agar shu qismini fotoapparatni bosganimizdan keyin mana shu qism chiqmasa, oldin video qilib ko'rsatgan edim. Google nastroykasini sibros berib, ya'ni fayllarni keshlarini tozalab, keyin razresheniyalariga esa faylga ruxsat berish kerak edi. Keyin esa kamerani ruxsatini o'chirib qo'yishimiz kerak edi. Faylga ruxsat berganimizdan keyin faylga kiramiz va mavzuyimizga oid rasmlarni topamiz. Mana menga bor, bu yerda informatikaga oid, mana bosib turamiz rasmni va select qismini bosamiz. Selectni bosganimizdan keyin agar xohlasak shu rasm tagida sharh yozishimiz mumkin, agar xohlamasak mana yana fotoapparatni bosamiz va keyingi rasmni tanlashimiz mumkin. Keyingi rasmni ham bosib turamiz va yuqorida select qismi bor. Select qismi bosiladi. Bu yerda ham sharh yozmoqchi bo'lsak yozamiz yoki keyingi rasmni tanlaymiz. Hop, keyingi rasmni tanlamoqchi bo'lsak ham bemalol bosamiz, select bo'ladi. Va barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganimizdan keyin xohlasak agar pastga mana publish knopkasi bor. Publishni bosganimizdan keyin esa bizga shu saytni link qilib beradi. Ya'ni yuqoridagi linkni ko'rishimiz mumkin. Mana mustaqil ish bo'lib o'zgardi. Ya'ni bu biz kiritganimiz. Shu ustidan bosamizda mana bu xo'p, mana pastki qismida edit qismi ham bor edi. Hozir faylni edit qismini ko'radigan bo'lsak agar, bu nimaga shu telefon orqali shu faylni edit qilishimiz mumkin.
Xo'p, edit qilib bo'lganimizdan keyin mana bu yerda linkni kopiya qilib olamiz. Mana belgisini bosamiz. Mana link copy deydi. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz mana Word yoki VPS Office orqali ishlashingiz mumkin. Wordda ham bo'ladi, VPS Office'da ham. Hozir VPS Office orqali ko'rsatmoqchiman. Shu linkni PDF qilib qo'yishimiz kerak faqat. Qiladigan ishimiz. Reklamaga X beramiz va mana plus qismi bor. Plus qismini bosganimizdan keyin bu yerda dokument, prezentatsiya, spreadsheet, PDF, demo, scanner bor. Bizga esa mana memo qismi kerak. Memo qismiga kirganimizdan keyin hop fayl bo'sh bo'ladi. Bu yerda xohlasak agar mana bu yerda A+, A- bor. Katta kichik qilishimiz mumkin yoki mana bu yerda kvadratga kiramiz va kvadratga kirganimizdan keyin yuqoriga insert qismi bor. Insert qismiga o'tamiz. Sal pastroqqa mana hyperlink qo'yilgan. Hyperlinkni ustiga bosganimizdan keyin mana adres so'raydi. Bizga bu adresni kopiya qilib bo'lganimiz uchun mana bu http ikkita slash kerak bo'lmaydi. Slashlarni o'chirib tashlaymiz va kopiya qilganimizni mana shu yerga paste qilamiz, ya'ni vставить agar ruscha bo'lsa agar. Qo'yib bo'lganimizdan keyin mana yuqorida OK qismi bor. Hop, OK qismini bosamiz. Mana OK ni bosganimizdan keyin shu linkimiz mana ko'k rangda chiqadi. Agar shu linkni o'zini shunchaki tashlasak, qora rangda chiqadi. Bu silka bo'lgani uchun mana ko'k rangda chiqadi. Silka qilib tayyorlaganimizdan keyin, xo'p, bo'lganimizdan keyin mana yuqorida сохранить qismi bor. Mana shuni bosganimizdan keyin mana bu yerda mustaqil ish nomini yozishimiz mumkin, ya'ni fayl nomi. Mustaqil ish, misol uchun shu fanni nomi yoki qaysi kunga berilgan vazifa yoki fanni nomini bersak yoki mavzusini bersak yaxshi bo'ladi. Bu yerda esa kengaytmasi bor, DOS bor, DOSX, TXT, PDF. Bizga esa PDF qismi kerak bo'ladi. Export to PDF qilganimizdan keyin mana yuqoriga yozadi. Export va shuni ko'k yozuvni ustiga bosganimizdan keyin esa shu faylimizni bizga chiqarib beradi. Bu faylni o'zimiz bir tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Tekshirib ko'rish uchun bu faylni o'zimizga tashlab ko'ramiz birinchisiga, Telegramga. Mana sharh qismiga kiramiz. Pastga turgan. Sharhga kirganimizdan keyin mana send file, ya'ni faylni yuborish, jo'natish. Send faylga kiramiz, mana plusni tanlaymiz. Misol uchun o'zimizning raqamimiz yoki mana Telegram bor, izobreniya bor. Mana hozir o'zimga tashlab qo'ydim. Buni tekshirib ko'rishim kerak, ya'ni o'qituvchimga aniq haqiqatan ham to'g'ri yubordimmi yoki yo'q. Bu uchun mana ustiga bosib ko'ramiz. Bu yerda Telegram ochadigan fayllaringiz chiqadi. VPS Office, Word, Mail, PDF. Men ana Word bilan ko'rmoqchiman. Faylga kirganimizdan keyin mana yaqinlashtirib ko'rsak agar mana faylni ustida shu linkni ustidan bossak, shu biz tayyorlagan o'sha mustaqil ishga kiradi. Mana bu yerda ham edit qismi bor. Mana o'zi ko'rsataman, mana edit qismi bor. Nimaga edit qismi turibdi degan savol bo'lishi mumkin. Bu o'qituvchingizga chiqmaydi. Bu faqat o'zingizga chiqadi. Sababi men ikkita ishni ham hozir shu telefondan qilganim uchun vaqtinchalikda turibdi. Bu keyinchalik sizning telefoningizga ham o'chib ketadi. Ya'ni hozircha bor. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan bo'lsangiz agar izoh qoldirishingiz mumkin va qo'limdan kelgancha yordam beraman. Va bu faylni yuborishimiz uchun nimaga Hemi saytiga buni oldin saqlanib qilib olishimiz kerak bo'ladi. Saqlanib qilishni ko'rdingiz, mana 3 nuqta orqali bosiladi va saqlanib dog'lanib bo'ladi. Saqlanib qilganimizdan keyin esa bemalol saytga joylashimiz mumkin profilimiz orqali.